Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, aziz YouTube ijtimoiy tarmoq egalari. Eng arzon joydan, eng sifatli joydan zo'rdan reklama olib boramiz. Xudo xolasa, bugungi modelimiz 7210 model Grand Motors firmasi ishlab chiqarilgan va shu brendga tegishli eng sifatli 500 kilometrlik pol kabinali motorlarimiz. 2026-yilda ishlab chiqarilgan va 26 ni ham eng yangi versiyasi may oyida yetib kelgan azizlar. 500 kilolik 6 ta akkumulyatorlik va 1200 lik Vector miya motor bilan jihozlangan qop-qora rangidan 3 xil 4 xil ranglar bor. Ranglarni oxirida ko'rsatib o'tamiz. Undan oldin qisqachagina obzorni qilib o'tamiz. Balon razmerlari 12 450 orqasi bo'ladi, oldi esa 12 400 lik bo'ladi va zavодской baquvvat pol kabinali motorlarimiz. Profillar juda ham baquvvat qilib ishlangan, oldidan dugalari bor. Avarenka power jihozlari o'rnatilgan, oldi farlar qo'yilgan va yomg'ir oddiy havoda yurish uchun mana bunday motorchikli dvorniklar qo'yilgan. Pavrotlarni chiroyli qarang. Juda ham akkuratli va chiroyli qilib ishlangan 500 kilogramlik pol kabinali motorlarimiz. Rama qismlarini ham ko'rsatib o'taman. Samarjon aka, juda ham baquvvat qilib ishlangan mana aka. Klientlarimizga mana aziz obunachilarga ko'rsatamiz. Ramalari baquvvat, balonlar aytganimiz 12 450 va 1200 lik Vector miya motorlar. Mana Samarjon aka shu yaqindan ko'rsatib yuboring aka. Vector miya motor 1200 lik. Ishlab chiqarilgan vaqti 2026-yil 05-oy. Mana shunisiga ahamiyat berasizlar. Akkumulyatorlarimiz ham 50 dan 6 ta qo'yilgan. Buni ham yil oylari 2026-yil 05-oyda ishlab chiqarilgan, sveji yangisidan va bizning har bitta motorlarimizga alohida sifat bilan belgilangan va mana bu avtomatlar qo'yilgan. Avtomat miya motoriga kuch kelganda nagruzkani o'zi tashlab yuboradi. Hamma 1 tonnalik 500 kilolik motorlarimizga mana shu narsa qo'yilgan. Sifatlari va yurishlari o'ta cho'tkisidan bo'ladi. Eng arzoni va 100% sifatlisi bo'ladi. Qo'shimcha narsalari kaska, zaryadnik, bokovoy, oyog'ingizga poliga va bluetoothli magnitofon sizga bonus qilib qo'shib beriladi. Yonida rezinkalari, laklinka, zashtalari bor. Ularni xarid qilganingizdan so'ng chiroyli qilib yig'ib, yigitlarimiz cho'tka qilib beradi. Tezliklari soatiga 40-50 km tashkil qiladi. Bitta zaryad bilan esa 60-70 km masofani bemalol bosib o'taveradi. Sekinroq yursangiz 80-90 km gacha bosib o'tish mumkin. Ranglari mana bunda siniy ranglarda bor va mokriy rangdagi motorlarimiz ham bor. Mana terib qo'yganmiz. Cho'tka qilib oldidan ko'rsatamiz. Samarjon aka. Oldi ko'rinishlari mana. Chiroyli cho'tka qilib bir tekis terib qo'yganmiz. Mana kelib bemalol tanlab olishingiz mumkin. Bag'ir narx-navosi ham o'zi ham ponni skidga tashlaganmiz. 2026-yil may oyida ishlab chiqarilgan 500 kilogramlik pol kabinali motorolimiz. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Albatta kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Dang'ara tumanida joylashgan. Bu tomoni mana Yangi bozordan kelishda, bu tomonimiz esa Chus Popdan Yangi bozorga kirib kelaverishda bo'ladi. Aka-ukalar, manzilimiz to'shni tushuntirdik. Telefon telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eng zo'rlari bizda. Bundan keyingi videomizda albatta buning tomi yo'g'i 500 kilogramning obzorini qilib o'tamiz. Videoni ko'rishda davom eting va bizga obuna bo'lib qo'ying. Like, podpiska ayamang, kommentarda o'z fikringizni qoldirib qo'ying. Mana shunday sifatli motorlar kerak bo'lsa, albatta Ganlan do'konimizga murojaat qilaverasizlar. Narx-navosi ham o'zi ham chempion bo'ladi. $1000 dan bemalol kelib pol kabinali motorlarimizni xarid qilishingiz mumkin. Atiga $1000. Yillari yangi, o'zi sifatli, zo'ridan bo'ladi. Eng arzoni ham bizda bo'ladi. Like bosib ko'rasizlar. Hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar aka-ukalar.